Free Fire'da headshot nastroyka. Hammaga assalomu alaykum bolalar, sizlar bilan har doimgidek Zuba FF bo'lyapti bolalar. Bugungi videomizda obloshkasidan ko'rib turganlaringdek bolalar, bugun men sizlarga headshot nastroyka yasashni ikkinchi qismini chiqardim bolalar. Bugungi videomizda men headshot nastroyka tuzishni, yasashni, head berishni noldan o'rgatib boraman bolalar. Videoni boshlashdan oldin bolalar, o'zimning Telegram kanalimni sizlarga tavsiya etaman. U yerda eng arzon almas xizmat va sifatli almas xizmat, eng arzon nastroykalar va sifatli nastroykalarni sotib olishingiz mumkin bolalar. Bolalar, nastroyka yasab bergandan keyin agar sizda headshot uchmasa, nastroykangizni almashtirib beramiz bolalar. Bugungi video rolikimizni boshlashdan oldin bolalar, sizlarga kattakon rahmat. Normalni aktiv ko'rsatuvlaring oldingi videomizda, shuning uchun men ikkinchi qismini chiqarishga qaror qildim bolalar. Bugungi video rolikimizda men sizlarga noldan headshot nastroyka yasash, DPI ni to'g'irlash, headshot nastroykalarni to'g'irlash, upravlение ya'ni HUDni to'g'irlash, o'zimnikini ham ko'rsatib o'taman bolalar. Чувствительностьni to'g'irlashda gapirib o'tamiz bolalar va qolgan nastroykalarni ham video davomida tushuntirib beraman bolalar. Videomizni boshlashdan oldin bitta like, bitta obuna bo'lishni esdan chiqarmaymiz bolalar. Qanunda boshladik. Qaranglar bolalar, любой telefonda Samsungmi, Redmimi, Tecnomi, boshqami birinchi o'rinda nastroyka kirib olamiz bolalar. Nastroykadan bizga kerak bo'ladigan o telefoni degan joyga kirib olamiz bolalar. Bu yerdan versiyaga kiramiz bolalar. Bu yerdan nomer sborki degan joy turibdi. Shu nomer sborki degan joyga 3-4 marta bosamiz. Bosganimizdan keyin bolalar bizdan parol so'rashi mumkin. Telefonni pin kodini, parolini yozamiz. Keyin вы стали разработчиком deydi bolalar. Bu degani разработчик degan funksiya ochildi telefonda. Bu yerdan chiqib olamiz bolalar. Bu yerdan ham chiqib olamiz bolalar. Chiqib olganimizdan keyin oson yo'li poyix degan joyga yozamiz bolalar. Для ruschalab для разработчиков. Keyin yozganimizdan keyin bizda shu alohida joy mana разработчиков degan chiqib keladi bolalar. Bu yerga kiramiz. Pastga qarab ko'tarib boramiz sekin-sekin bolalar. Bizga kerakli joyni topmaganimizcha mana bu yer bizga kerakli joy bolalar. Shu yerda qarang bolalar, animatsiya deganlarni hammasini 3 ta 1x larni 0.5 ga qo'yib olamiz. Telefonimiz tezlashadi, tezroq ishlashni boshlaydi. Minimalniy shirina degan joy mana. Mana shu DPI bo'ladi, telefonni DPI degan joy bolalar. Eng minimal darajada bolalar, eng kamida 450 ga qo'yib olasizlar bolalar, menga o'xshab 650 gacha bolalar. Undan baland ham, past ham bo'lmashi kerak. Endi bu nastroykalarni bolalar poligonda, ya'ni trenirovkada sinab ko'ramiz. Albatta, основной kerakli оружиялар bu Deagle, Yump, Trabash, SNS ko'proq o'ynalaydigan, headshotga o'ynalaydigan orужияларni olib olamiz bolalar va men sizlarga qanday o'zi nastroykamizda head tegishini, taxminan 60, 70, 80% head tegishini ko'rsatib o'taman bolalar. Qaranglar bolalar, mana Deagle'da ko'proq men nastroykalarimni head uchadi bolalar. Основной meni nastroykam Deagle оружияsi uchun bo'lgan. Ko'proq Deagle'da head berishni yaxshi ko'raman bolalar. Shuning uchun ko'proq Deagle'da head uchun men nastroykalarimda bolalar. Yana do'stlar, Yumpi, ya'ni Yump оружиясida men sizlarga sakrab headshot berishni ko'rsatib o'tganman bolalar. O'tgan videolarimni ko'rgansizlar. Mana yana ko'rsatganman bolalar. Agar buni o'rganmoqchi bo'lsalaring bolalar, albatta videoga like, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz bolalar. Agar videomiz ham yaxshigina rekomendatsiyaga chiqsa bolalar, yaxshigina prosmotr qilsa bolalar, mana shu sakrab head berishni ham o'zim tutorial qilib ko'rsatib o'taman bolalar. Albatta like, obuna bosib qo'yamiz. Nastroykalarimizga kelsak bolalar, mening HUDim mana bolalar. HUDim knopka bolalar 40, ya'ni knopka 40. Mening HUDlarimni mana ko'rib olishingiz mumkin bolalar. Xohlasalaring o'zlaring ham shunga o'xshash HUD yasab olinglar. HUDni bolalar men sizlarga birovlardan, ya'ni mendan yo boshqa youtuberlardan ko'rishni maslahat bermayman bolalar. Hamma o'zi uchun, o'zini qo'li, barmog'i uchun mos HUD yasab olish kerak. Bo'lmasam ko'nikish qiyin bo'ladi bolalar. Shuning uchun maslahatim o'zlaringga chotka bo'lgan yaxshi HUDda o'ynab trenirovka qilinglar bolalar. Ko'proq shunga qo'llaring kelishib ketsa,
o'zi yaxshi hid uchishni boshlaydi bolalar. Shuning uchun ko'pincha shu odamlarni ko'raman, hidini o'zgartiradi yo chувствительностьni o'zgartiradi. Bu kerak emas bolalar. Hidni chувствительностьni o'zgartira olmaydi. O'zlaringga bog'liq bolalar. Ko'proq trenirovka qilsalaring, ko'proq hid urishni mashq qilsalaring yaxshi uchadi bolalar. Shuning uchun albatta o'zimizni hidda ko'proq trenirovka qilamiz. Mening chувствительностьimizga kelsak bolalar, mana ko'rib olishlaring mumkin, xolisalaring. O'zlaringniki ham shunday qilib olinglar bolalar. Bu unchalik katta ahamiyatga ega emas. Bu DPI ga to'g'rilash katta ahamiyatga ega bolalar. Mana shu chувствительностьni DPI ga moslab turib to'g'rilash katta ahamiyatga ega. Bolalar, bu tarafdan informatsiya tomonda tepritsel va klassический novinka bor bolalar. Mana shu ham katta ahamiyatlarga ega bolalar. Agar sizlar klassическийda o'ynasalaring, yaqindan hid zo'r uchadi bolalar. Tuhstolka deganday, yumb orужиялар deganday yaxshi hid uchadi. Agar sizlar uzoqdan hid urishni yaxshi xohlaydigan bo'lsalaring bolalar, novinka qo'ya olasizlar. Deagle, Yastrib, SVD degan orужияларда bolalar, shunda yaxshiroq hid uchadi bolalar. Mana bugungi video rolikimiz ham o'z nihoyasiga yetdi bolalar. Kimga video yoqqan bo'lsa like, obuna bosib qo'yasiz bolalar. Men sizlarga albatta yordam bera oldim degan umiddaman bolalar. Albatta kanalimizga obuna bo'lib, podpishka qilib turamiz bolalar. Yana bir bor Telegram kanalim haqida eslatib o'tmoqchiman bolalar. Arzon almas xizmati, arzon nastroykalar bizning Telegram kanalimizda bolalar. Kimda kim videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsa, kattakon rahmat bolalar. Kim like bosgan bo'lsa, katta rahmat. Obuna bo'lganlarga ham rahmat bolalar. Keyingi video roliklarimizgacha hammaga xayr bolalar. Sizlar bilan Zuba Fafay bo'ldi.